Sirasi gapirib keting. Hozir Sangalda sharsharani tepa qismida, ya'ni sharsharani yonginasida turibmiz. Bu yerdagi sharsharadagi suv odamga sachrab juda ham boshqacha emotsiya beryapti. Bu yerdagi yashaydigan odamlarning aytishi bo'yicha bu yerdagi sharsharani suvi hech qachon to'xtab qolmagan ekan. Lekin ko'rishingiz mumkin, aynan bu yoqda suv izlari qolib ketgan. Bu qanaqa iz deb o'ylashingiz mumkin. Ko'pchilikning aytishi bo'yicha taxmin bu, hali aniq fakt aytmaguncha taxmin. Suv kuchli bo'lib kelgan vaqtida suvlar shu joydan ham chiqqan. Hozir suv kam bo'lgani uchun bu yoqlardan chiqyapti degan. Lekin Sangalda sharsharaga kelish kerak, ko'rish kerak. Juda ham boshqacha emotsiyani olib ketadi hamma.